Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Jazo lageri masalasi Turkiya Buyuk Millat Majlisi kun tartibida. Türkiye'deki siyasi partiyalardan biri bo'lgan Xalqlarning Demokratik Partiyasi Kocaeli Millat Vakili ve İnsan Hakları Kuzatish Komitetining a'zosi Dr. Ömer Faruk Gergerli o'g'li apandi Türkiye Buyuk Millat Majlisida Sharq Turkistondagi jazo lageri masalasini o'ttirg'a qo'yib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti irqiy ayrimchilikni tugutish komiteti e'lon qilgan dokumentga ko'ra, Xitoylarning Uyg'urlarni jazo lageriga qamaganligi va lager ichida qiyin qistoqqa olganligi haqidagi ma'lumotlarni Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministeri Mavlud Çavuşoğlu'ga so'rab, masalani majlis kun tartibiga elib keldi. Gergerli o'g'li mazlum kim bo'lsa bo'lsin yenida turish, zolim kim bo'lsa bo'lsin qarshisida turish kerakligini bildirib, masalani ta'qib qilib turayotganligini va Tashqi ishlar ministerligidan masalaga aloqador so'ragan savollarga javob kutayotganligini bildirdi. U so'ragan savollarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1 millionga yaqin Uyg'ur turklarini terrorlikqa qarshi kurash ismi bilan majburiy lagerlarda tutayotganligi haqidagi xabarlarning qattiq andishi berayotganligini bildirib, bu kishilarning qo'yib berilishini talab qilgan Gergerli o'g'li Çavuşoğlu'ga shu savollarni qo'ydi. Xitoyning 1 million Uyg'ur turklarini lagerda tutayotganligi haqidagi xabarlar to'g'rimi? Bu masala haqida Tashqi ishlar ministerligiga kelgan ma'lumot bormi? Bular to'g'ri bo'lsa, Uyg'ur turklarining lagerlarda tutilishining sabablari nimalar? Bu lagerlarda tutilganlarga qiyin qistoqqa borgan qattiq muomala qilinayotganligi va yetarsiz tomoq berilayotganligi haqidagi xabarlar to'g'rimi? Bu masala haqida Xitoydagi Turkiya buyuk elchisi va konsul xodimlaridan ma'lumot elindimi? Ma'lumot elingan bo'lsa, bu ma'lumotlar nima uchun xalqqa bildirilmadi? Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'ttirg'a qo'ygan ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, Xitoyga nota berish haqida hukumat o'ylashdimi? Oxirgi 10 yilda Turkiyadan qancha Uyg'ur qaysi sabablar bilan Xitoyga qaytarildi? Filippinning sobiq davlat mudofaa ministerining Xitoy haqidagi so'zlari diqqat qo'zg'adi. Filippinning sobiq davlat mudofaa ministeri va milliy bexatarlik mushaviri Norberto Gonzalesning Xitoy haqidagi muhim so'zlari diqqat tortdi. Uning so'zlarining muhim mazmunlari tuvandikicha. Xitoy jinoyat arxivi bor bir davlatdir. O'tmishda qo'shnisi va boshqa davlatlarni ishg'ol qilganligi amaliy bir reallik. Unutmayliki 1949-yili 10-oyning 12-kuni yangi qurilgan Xitoy Xalq Jumhuriyati mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatini ishg'ol qildi. Va bir yil keyin 1950-yil 10-oyning 7-kuni bu ishg'ol harakatini tamomladi. Xitoy Tibetni va Sharq Turkistonni ishg'ol qilib, o'z tuproqlariga qo'shib olishda muvaffaqiyat qozondi. Yana bor, Xitoy 1962-yili 10-oyning 20-kuni o'z ishg'oli ostidagi Sharq Turkiston tuprog'i orqali g'arbiy qo'shnisi Hindistonga hujum qildi va bu davlatning tuproqlarining bir qismini ishg'ol qildi. Xitoy yana to'xtamadi va 1979-yili 2-oyning 17-kuni Vyetnamga hujum qilib, ishg'ol qilmoqchi bo'ldi. Ammo 10 minglarcha askaridan ayrilib, chekinishga majbur qoldi. Xitoy Vyetnamda tarixining eng cho'ng mag'lubiyatini yashadi. Xitoy bugun urush kuchini va askariy qobiliyatini kuchaytirganligini da'vo qilib, rayonning, Osiyoning va dunyoning boshqa rayonlarida o'z nufuzini tiklamoqchi bo'layotdi. Xitoyning eng yaqin tariximizdagi tajovuzchilik va dunyoga yolg'iz hokim bo'lish niyatini o'z ichiga olgan harakatlarini bugungi reallik bilan bilish intayin muhim zaruriyatdir. Bu sababdan Filippin boshda bo'lish bilan birga qo'shinlarimiz va Xitoyga qo'shni bo'lgan butun davlatlar Xitoy hujumi va ishg'oliga qarshi o'z mudofaalarini zo'r darajada kuchlantirishining muhimligini oldingi o'ringa qo'yishi va Xitoy tahdidini yaxshi tushunishi o'z kelajaklari uchun oqilona tadbir bo'ladi. Sharq Turkiston Ulamolar birligi hay'ati Yevropa ziyoratini boshladi. 2018-yili 9-oyning 5-kuni Sharq Turkiston Ulamolar birligi raisi Dr. Ataullah Shahyor boshchiligidagi bir hay'at Yevropa ziyoratining tunji bekiti bo'lgan Finlandiyaga yetib keldi. Bir kun davom qilgan Finlandiya ziyorati jarayonida Finlandiyaning Helsinki shahridagi Uyg'urlar bilan Finlandiya Uyg'ur madaniyat markazida uchrashdi. Uchrashuv jarayonida Sharq Turkiston Ulamolar birligi va Ulamolar birligining elib berayotgan xizmatlari tunishtirilgandan keyin
Doktor Ataullah Shahyar vatan ichida yuz berayotgan ig'ir zulmga xotim berish uchun farzandlarimizni yaxshi tarbiyalash bilan birga milliy va diniy mavjudiyatimizni saqlab qolish uchun diniy ta'lim tarbiyaga ahamiyat berish, shundaqla ona tilg'imi alohida ahamiyat berishning muhimligi to'g'risida Uyg'ur jamoatiga so'z qildi. Uchrashuv oxirida so'ringa hozir bo'lgan jamoatning diniy va ijtimoiy savollariga javob berdi. Yevropa parlamenti yillik diniy erkinlik dokumentida Uyg'urlarning vaziyati haqidagi andishalarini ifodaladi. 6 sentabr kuni Yevropa parlamenti har qaysi ellarning diniy erkinlik vaziyatiga aloqador yillik dokumentini e'lon qildi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, dokumentda Xitoy diniy erkinlikni ig'ir darajada dafsanda qilayotgan davlatlar qatoriga kirgizilgan bo'lib, bu dokumentda Uyg'urlarning vaziyati xili keng sahifada tilga ilingan. Yevropa parlamenti dokumentida Sharq Turkistonda borgan siri orqaga chekinib mengayotgan diniy erkinlik vaziyati haqidagi andishalarni o'ttirg'a qo'yib, Yevropa ittifoqining bu masalani Xitoy bilan bo'lgan dialoglarda chuqur o'ttirg'a qo'yishi kerakligini ta'kidlagan. Dokumentda Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi soqchi qo'shinini zo'raytish va yuqori texnikalik nazorat sistemalari orqali Uyg'urlarga qaratgan besimni kuchaytirgandan sirt, bundan keyin uni yanada kuchaytiradigan yangi siyosatlarni belgilayotganligi tilga elinib, Xitoy rejimiga xalqaro qonunlarga amal qilish haqida kuchlik besim shakllantirilishi kerak deyilgan. Chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari bo'lsa, navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan eng jiddiy masalaning Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan lagerlar masalasi ekanligini ta'kidlab, Amerika hukumati va Yevropa ittifoqini jiddiy harakatga o'tishga chaqirmoqda. Erdo'g'an Tehronga yetib bordi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Suriye meselesi to'g'riliq chaqirildigan 3 taraf oliy darajalik rahbarlar yig'iniga qatnashish uchun İranning poytaxti Tehronga yetib bordi. Türkiye Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Cumhur Reis Erdo'g'anni Mehribat xalqaro aerodromida İran sanoat kon boyliqlari va savdo ishlari ministri Muhammad Shariat Madari, İran Prezident Mahkamasi ishxonasining rasmiyat ishlari mudiri Sodiq Abdullah, İranning Anqara bosh elchisi Muhammad İbrahim Tahirian ve Türkiye'nin Tehran baş elçisi Rizan Hakan Tekin qatorliqlar qarshi oldi. Davlat Mudofaa ministri Hulusi Akar, Xazina ve Maliye İşleri ministri Barat Albayrak, Cumhur Reislik Sarayı Uçur Alaka İşleri Organı'nın başlığı Fahrettin Altun qatorliqlarmi Cumhur Reis Erdoğan bilan birlikte İran'a ketdi. Erdoğan 3 taraf oliy darajalik rahbarlar yig'ini harpisida oldi bilan İran prezidenti Hasan Ruhani bilan bir yerga jam bo'ldi. Arqadan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Ayrım uchrashishlardan keyin rahbarlar 3 taraf oliy darajalik rahbarlar yig'iniga qatnashdi. Ilgilicha yig'inda Suriya krizisini uzil-kesil hal qilish maqsadida ishga oshirilayotgan tirishchiliklar va bundan keyin tashlanadigan qadamlar, Idlibning navbatdagi vaziyati qatorliq masalalar muzokara qilindi ekan. Rahbarlar yig'indan keyin qo'shma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi ekan. Cumhur Reis Erdo'g'an yig'in oxirlashgandan keyin Eronning diniy rahbari Ayatullah Ali Xamenei bilan bir yerga jam bo'ldi ekan. Ta'tillik o'qish bitirish murosimiga taklif. Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi Safaköy sho'basi 9 sentabr yakshanba kuni o'tkaziladigan 2018 yillik yozlik ta'tillik o'g'illar va qizlar Qur'on kursining o'qishdan xulosa va mukofotlash faoliyati o'tkazilganligini e'lon qildi va barliq xalqimizning qadam tashrif qilishini umid qilganligini bildirdi. Vaqti 2018 yil 9 oyning 9 kuni yakshanba tushdan burun soat 10 dan 12 gacha. O'rnak Güneş Markazi zali. Fevzi Çakmak Mahallesi, Sultan Murat Caddesi, Uçar Koçisi, 2. numur, Safaköy, İstanbul. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugünkü xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shunday program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.